Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jon Tutor. Bugun YouTube'dan mana bu akamiz yozgan savolga javob beramiz. Hozir savolni o'qib va unga javob berishni boshlaymiz. Ketdik. Xo'p, Black Lord nomi bilan kelgan foydalanuvchimiz, obunachimiz faqat to be da emas, balki do, does, did, have, has, well, can shular kabi yordamchi fe'llarni video qilib tushuntirib bering, please. Xo'p, bu savollarga tayyor o'zimga kompyuterga kerakli ma'lumot yozib oldim va buni sizlarga tushuntirib beraman. Demak, ketdik. Hammaga ma'lum, yordamchi fe'llar mavzusi, masalan, yordamchi fe'llar mavzusi aslida nima? Hammaga ma'lum, ingliz tilida yordamchi fe'llar mavzusi deyarli barcha o'quvchilarning joniga tegib ulgurgan. Lekin biz uni soddalashtirish orqali qiyinchiliklarsiz shu yordamchi fe'llarni o'rganishimiz mumkin. Masalan, to be aslida to be, to do yoki to have kabi yordamchi fe'llar egani kesimga bog'lovchi yordamchi fe'l hisoblanadi xolos. Masalan, vaholanki biz uni, ya'ni to be ni bo'lmoq deb tushuntirib qo'ygan o'qituvchilar sababli vaqtimizni olishgan. Masalan, sizlarda ham shunaqa bo'lgan, shunday emasmi? Endi qarang, ana endi biz buni soddalashtirish va uni hech qanday bo'lmoq emasligini, soddaroq qilib aytganda, u egani kesimga bog'lovchi fe'l ekanini o'rganib olamiz. Xo'p, e'tibor bering, to be fe'li ya'ni o'sha noto'g'ri fe'llar ro'yxatidagi be fe'li, emizar, o'tgan zamonda was were past participle been, to'g'rimi? Xuddi shu narsa hozirgi zamonda yegani kesimga bog'lovchi yordamchi fe'l. Bu aynan ma'lumot beruvchi gaplarda qo'llaniladi. Masalan, example mana he's a firefighter. Ma'lumot uchun u o't o'chiruvchi. Endi qarang, ma'lumot sifatida uni present simple da yoki present continuous da ishlatishimiz mumkin. Masalan, he's a firefighter. Hozir bu hozirgi zamonda present simple da u o't o'chiruvchiligi haqida ma'lumot. Ya'ni present simple da ham biz to be dan foydalana olamiz. Qachonki u ma'lumot fe'lidir. Agar ma'lumot shakli bo'lmasa, u uyga vazifasini qildi yoki u shokoladni yoqtiradi, misol uchun he likes chocolate, he does his homework, xuddi shunga o'xshash holatlarda ishlatishimiz mumkin. U ma'lumot shaklida present simple da qo'llanila oladi. Agar to be ni present simple da qo'llanilmaydi degan o'qituvchilar bo'lsa, bemalol shu mavzuni o'zingiz borib tushuntirib berishingiz mumkin. Endi xuddi shu asnoda o'tgan zamonda biz uni was were shaklida, perfect esa been shaklida o'zgartirib ishlatishimiz mumkin. Masalan, simple continuous kabi zamonlarda qo'llana olamiz deb yozganman mana. Endi xuddi shu asnoda to do fe'liga e'tibor beramiz. Hozir siz so'ragan xuddi shu to do e'tiborimizga oladigan qismi to do fe'li o'tgan zamonda did shaklida, hozirgi zamonda do does shaklida ish harakatni ifodalovchi yordamchi fe'l shaklida qo'llaniladi. Lekin u faqat negative va interrogative holatlarida qo'llaniladi. Chunki positive shaklida, present simple da yoki present continuous da do does dan foydalanmaymiz. Masalan, positive shaklida shunchaki fe'lning oddiy shaklidan foydalanamiz, present simple da. Yoki present continuous da to be dan foydalanamiz. Endi e'tibor beramiz, present continuous da faqat to be ishlaganligi uchun to do fe'li present simple ning signal so'zi sifatida ishlaydi. Masalan, I don't like grammar. O'tgan zamonda bo'lsa I didn't like lessons. Sorry. Ozgina tilimiz sepishga ketib qoldi. Endi keyingi narsa can bilan will ga keladigan bo'lsak, bu mavzu aslida modal fe'l. Lekin will ni yordamchi fe'l shaklida ishlatishimiz mumkin. Ammo u faqat kelasi zamonlarda ishlatiladi. Will fe'li aslida juda ko'p holatlarda ishlatiladi va u haqida keyingi videolarimizda sizga manba berib o'tib ketamiz. Endi have has fe'liga keladigan bo'lsak, to have fe'lining hozirgi zamon shaklida foydalaniladigan yordamchi fe'l. Aslida u borlikni ifodalovchi fe'l hisoblanadi, lekin perfect zamonlarda yordamchi fe'l sifatida qo'llana olamiz. Past perfectlarda esa had shaklida. Masalan, I have had a bicycle. Endi e'tibor bering, bu yerdagi have bu signal so'z, ya'ni yordamchi fe'l. Perfect zamondagi egani kesim bilan bog'lab qo'yuvchi, kesim shaklidagi qismi bilan bog'lab qo'yuvchi yordamchi fe'l. Bu yerdagi had esa, ya'ni perfect zamonda subject plus have has plus verbning uchinchi shakli yoki id shaklidan foydalanadi. Endi had bu have has fe'lining o'tgan zamon shakli. Bu yerda bu fe'l shaklida, have esa yordamchi fe'l shaklida kelgan. Xuddi shu holatda have has yordamchi fe'l bo'lib ishlanishi bu shakli va perfect zamondagi fe'l shaklida ishlanishi bu shakli, ya'ni had. Mening velosipedim bor edi. O'tgan zamonda qaysidir bir vaqtdan hozirgi vaqtda gapirilayotgan holatgacha bo'lgan vaziyatni ifodalaydi. Endi e'tibor bering, I have had a bicycle. Buni o'rniga boshqa fe'l qo'yib ishlatishingiz ham mumkin, lekin doim I bilan have yoki he she bilan has ishlatiladi.
Hurmatli savol bergan foydalanuvchimiz, obunachimizning savollariga qo'ldan kelganicha javob berdik. Va keyingi videolarimizda ham xuddi shunga o'xshagan narsalarni kommentariyaga yozsangiz javob berishimiz mumkin. O'zimizga profilimizga yozayotganlar ham bor. Instagram, YouTube orqali berilayotgan savollarga o'rnida javob beramiz. Hammaga rahmat. Shunaqa foydali kontentlarni ko'rib borish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, see ya.